Suyuq muhitli sitologiya bachadon bo'yni saratonini erta aniqlashda eng ishonchli va samarali zamonaviy diagnostika usuli sifatida butun dunyoda tan olingan. Ushbu usul an'anaviy pap testlarga nisbatan 60-80% yuqori aniqlik bilan tashxis qo'yishni imkonini beradi. Jarayon oddiy va tezkor. Maxsus cho'tka yordamida hujayralar olinib, suyuq muhitga joylashtiriladi. Bu usul ortiqcha shilliq, qon va boshqa yod elementlarini tozalash orqali faqat kerakli hujayralarni laboratoriya tahliliga yo'naltiradi. Natijada mikroskop ostida aniq, toza va ishonchli namunalar hosil bo'ladi. Bu esa sitolog shifokoriga to'g'ri tashxis qo'yishda katta yordam beradi. Suyuq muhitli sitologiya nafaqat saraton xavfini erta bosqichda aniqlashda, balki inson papilloma virusi va boshqa infeksiyalarni ham aniqlashda qo'llaniladi. Klinikamizda diagnostika usullarini yangi bosqichga olib chiqish uchun suyuq muhitli sitologiya joriy etilgan va bemorlarimizga eng yaxshi zamonaviy xizmatlarni taqdim etganmiz. Siz ham bizning yangi avlod diagnostika usulidan foydalaning. Suyuq muhitli sitologiya kasalliklarni erta aniqlashda va bemorlarning hayotini saqlab qolish uchun eng yaxshi zamonaviy tanlov.